Kechasi 3 da uyga kirib kelganimga qaramasdan, ertalab 7:30danoq turib oldim. Negadir hech uxlay olmadim. Ancha vaqt endi nima qilaman deb o'ylanib qoldim. Qornim juda och, charchaganman. Uyda esa hech vaqo yo'q. Eng yaqin magazingacha ham yo'l yarim soat ko'rsatyapti. Mayli-da deb chemodanimni ochib, narsalarimni yig'ishtira boshladim. Yangi davlatga ko'chib borganingizdan keyin birinchi-ikkinchi kun eng qiyini bo'ladi. Yo'l charchog'i, vaqtlar almashinuvi va siz yana dam olmasdan yangi hayotingizni boshlab ketishingiz kerak. Shunday qilib, kiyimlarimni yig'ib bo'lgunimcha dastavkam ham kelib qolibdi. Ko'chaga olishga chiqib, qayerlarga kelib qoldim o'zi deb hayron bo'lib qoldim. Kechasi kelganim uchun mahallani hali ko'rmagan edim. Ovqat zakaz qilish variantlari ham juda kam. Faqatgina pitsa yoki Meksika ovqatlari chiqdi. Shu ekanda taqdir deb kechki ovqat, nonushta va tushlik uchun pitsamni yeb oldim. Shundan so'ng yuvinib, universitetga tayyorgarlik ko'rib boshladim. Xonadoshim yaratgan lukni kiyib olib, yuzimizga kuyib ketmasligi uchun SPF surtib oldim. Chunki Arizona cho'lda joylashgan shtat va odatda ob-havo 20-30 gradus atrofida bo'ladi. Kvartiramdan universitetgacha 20 minutlik piyoda yo'l va yo'l-yo'lakay atrofni tomosha qilib ketdim. Amerikaga qanday kelib qoldingiz deb so'rayotganlar uchun, men ayni damda Erasmus Mundus dasturi doirasida magistraturamni o'qiyapman va menga 3-semestrda o'qish uchun Arizona universiteti biriktirilgan. Xullas 3,5 soat dars bo'ldi. Men esa uxlab qolay deb zo'rg'a o'tirdim. Darsdan so'ng dugonam bilan birga bozorlik qilishga ketdik. Bu yerda supermarket va do'konlar piyoda yetib boradigan masofada joylashmagan. Uber bilan borib kelishga majbur bo'ldik. Har 2 haftada taksi bilan kelib ketamiz deb bir dunyo bozorlik qilib oldik. Uyga kelishimiz bilan ozgina cho'zilay deb yotgandim. Shu bilan soat 6:30da uxlab qolibman. O'zbek qizning Amerikadagi hayoti qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.